Tasavvur qiling, fan hamma narsani tushuntira oladi deb o'ylaymiz, lekin shunday hodisalar borki, eng kuchli olimlar ham ularga aniq javob bera olmaydi. Keling, bodroqdan ko'proq olib olamiz va bugun siz bilan fan asoslay olmaydigan 10 ta sirli hodisa haqida gaplashamiz. Oxirigacha ko'ring, eng hayratlanarlisi oxirida. Videoni boshlashdan avval shunaqa foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling. Birinchisi, Bermud uchburchagi. Bermud uchburchagi yoki Iblis uchburchagi deb ham ataluvchi ushbu maskan Atlantika okeanining g'arbiy qismida, Florida, Bermud va Puerto-Riko orollari oralig'ida joylashgan hudud hisoblanadi. 20-asr o'rtalaridan boshlab bu yerda ko'plab kema va samolyotlar sirli ravishda g'oyib bo'lgani haqida afsonalar bilan tanilgan. Biroq ilmiy manbalar aksariyat hodisalarni tabiiy sabablar bilan izohlaydi. Bu hududda magnit maydonining g'ayritabiiyligi, o'zga sayyoraliklar yoki g'oyib bo'lgan Atlantika shahri bilan bog'liq uydirmalar mavjud, lekin ba'zida bo'layotgan hodisalarni ko'rib rostmikan deb ham o'ylab qolasan kishi. Ilmiy qarashlarga yuzlanadigan bo'lsak, nufuzli tashkilotlar, masalan AQSh qirg'oq qo'riqlash xizmati bu yerda boshqa okean hududlariga nisbatan ko'proq halokatlar sodir bo'lganini ta'kidlaydi. Yo'qolishlar, kuchli bo'ronlar, Gulf Stream oqimining tezligi va navigatsiya xatolari bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini ko'p bora aytilgan. Bermud uchburchagi atrofidagi sirli voqealar asosan ommaviy axborot vositalari, yozuvchilar tomonidan bo'rttirilgan hodisalar hisoblanadi. Lekin ayrim voqealar hech qanday signal yoki qoldiqsiz yo'qolganligi insonni yana o'yga soladi. Nima deb o'ylaysiz? Tasodifmi yoki noma'lum kuch? Stonehenge. Barchamiz kompyuter fonlarida ko'rib tanigan rasmlar aslida fan uchun murakkab bo'lganini bilarmidingiz? Stonehenge Angliyaning Wiltshire grafligida joylashgan, miloddan avvalgi 3000-1500-yillar oralig'ida bir necha bosqichda qurilgan dunyodagi mashhur neolit davri meglit majmuasidir. U ulkan sarsen toshlari va ko'k toshlardan iborat Cromlex bo'lib, UNESCO Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan joydir. Asosiy vazifasi astronomik kuzatuvlar yoki diniy marosimlar bilan bog'liq deb taxmin qilinadi. Lekin aniq faktlar mavjud emas. Ushbu toshlar Londonning janubi-g'arbiy qismida, taxminan 130 km uzoqlikdagi Salisbury tekisligida joylashgan. Toshlarning tuzilishi markazda taqasimon shaklda joylashgan 5 ta ulkan trelit, 2 vertikal tosh ustiga qo'yilgan gorizontal tosh va ularni o'rab turgan sarsen toshlari doirasi mavjudligini ko'rishingiz mumkin. Asosiy toshlar 25 tonnagacha, ichki ko'k toshlar esa 4 tonnagacha vaznga ega. Keling siz bilan ushbu noodatiy toshlarni qurilish bosqichlarini ko'rib chiqsak. Dastlabki inshootlar taxminan 5000 yil avval boshlangan. Tosh doiralar esa keyinchalik neolit oxiri, ilk bronza davri qurilgan. O'sha paytlar hozirgi texnika bo'lmaganligi hech birimizga sir emas. O'zga sayyoraliklar yordami kelganmikin? Odam hayratda qolasan. Ushbu g'alati o'rnatilgan toshlar nima maqsadda qurilgan hozirgacha aniqlanmagan. Ammo quyosh harakati, qishki va yozgi kun tengligi bilan bog'liq diniy yoki dafn marosimlari o'tkazilgan joy bo'lgani asosiy nazariyalar hisoblanadi. Ba'zi toshlar 25 tonnadan oshadi. Xullas, ushbu g'ayrioddiy toshlar haqida nazariyalar bor, ammo aniq isbot yo'q. Pasxa orolidagi Moai haykallari. Pasxa orolidagi Moai haykallari qanday paydo bo'lgan? 1722-yildagi Pasxa bayrami kunida gollandiyalik admiral Jakob Roggevingning kemasi Tinch okeanining janubidagi qalin o't bilan qoplangan orol qirg'og'iga kelib to'xtagan. Admiral o'zi kashf etgan yerni Pasxa oroli deb atagan va tez orada bu juda sirli joy ekanini aniqlangan. Orol eng yaqin aholi yashaydigan yerdan 1500 mil uzoqlikda joylashgan. Orol 1000 ga yaqin mahalliy aholi, qora tanli polineziyaliklardan iborat. Orolda kashf etgan eng qiziq narsa quyidagilar bo'lgan. U butun qirg'oq bo'ylab har biri yaxlit toshdan yo'nib yasalgan va tik holda joylashtirilgan ulkan inson boshlarini ko'rgan. Toshlarda g'ayrioddiy uzun quloq, solinchaklarida esa bir-biriga o'xshash cho'zimchoq chehralar aks etgan. Ba'zi haykallarning qo'li, boshlarining esa vulqonning qizil lava bo'laklaridan yasalgan qalpoqlari bo'lgan. Tez orada admiral haykallar nafaqat qirg'oqda, balki butun orol bo'ylab sochilib yotganini bilib olgan. Tashlandiq toshqonlarida ularning ko'plab tugallanmaganligi topilgan. Yerning barcha burchaklaridagi ibtidoiy qabilalar odatda o'z dini bilan bog'liq bo'lgan turli xil san'at turlariga ega, ammo bu haykallarning o'xshashi biror bir narsaga boshqa joyda topilmagan. Aslida ular haligacha olimlar uchun jumboq bo'lib qolmoqda. Masalan, javob topilmagan savollardan biri, ibtidoiy odamlar 50 tonnalik haykallarni toshqonlardan dengiz qirg'og'igacha qanday olib kelgan? Buning uchun qanday transport vositalari foydalanilgan? Bularni hech kim bilmaydi. Mutaxassislarning fikricha, haykallar qandaydir tarzda ibtidoiy
ibtidoiy diniy sig'inish va odamlarni dafn etish marosimlari bilan bog'liq. 18-asr davomida orolda avj olgan urushlar davomida ko'plab haykallar ataylab buzilgan. Biroq orolning hozirgi vaqtdagi aholisi ham bu haykallar nima ekanini tushuntirib bera olmaydi. Hozirgi paytda Pasxa oroli Chili mustamlakasi. Mahalliy aholiga berilgan kichik qismdan tashqari butun orol yaylovlar uchun berilgan. Orolning o'lchamlari unchalik katta emas. Uzunligi taxminan 20 km, eni esa 12 km. Olimlar turli usullarni taxmin qiladi, lekin yakdil javob hali ham mavjud emas. Deja vu fransuzcha allaqachon ko'rilgan, yangi vaziyatni avval boshdan kechirgandek his qilish fenomenidir. Oldin ko'rmagan joyni ko'rib, bu vaziyatni avval yashagandekman degan hissiyot insonda paydo bo'lgani hech birimizga sir emas. Aslida bu holat miya xatosimi, xotira chalkashuvi? Aniq mexanizm haligacha to'liq ochilmagan. Bu sog'lom odamlarda ham kuzatiladigan xotira yoki miya idroki bilan bog'liq qisqa muddatli chalkashlikdir. U ko'pincha yosh o'tishi bilan kamayadi va sayohat qiluvchi yoki ko'p kino ko'radiganlarda tez uchraydi. Deja-vu turlarini ilm-fan ikki turga ajratadi. Kasallik bilan bog'liq bo'lgan sog'lom odamlarda va patologik, masalan, epilepsiya bilan bog'liq bo'lgan vaziyatlarda. Uni sabablariga keladigan bo'lsak, miyaning xotira tizimidagi qisqa muddatli xatolik yoki yangi ma'lumotni xotiraning qisqa muddatli xotiradan uzoq muddatli xotiraga o'tish jarayonini chalkashlik deb qaraladi. Deja-vu yosh o'tishi bilan bu hodisaning yuz berish chastotasi kamayib borilishi kuzatilgan. Deja-vu odatda zararsiz hisoblanadi va miyaning ish faoliyati bilan bog'liq noodatiy holat sifatida qaraladi. Bu ham yana bir noodatiy, hammamizga sir bo'lgan, fan hech nimani aniqlay olmayotgan holatlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Spontan inson yonishi. Tarixda ayrim odamlar tashqi olovsiz yonib ketgani haqida xabarlar bor. Fan ko'pini kimyoviy reaksiya, sigaret, yog'li to'qima effekti bilan izohlaydi. Ammo ayrim holatlarda hanuzgacha bahsli bo'lib qolmoqda. Spontan inson yonishi bu inson tanasini tashqi olov manbai bo'lmagan holda o'zidan o'zi yonib ketish haqidagi gipotetik hodisadir. Zamonaviy fan bu hodisani spontan o'zidan o'zi ekanligini rad etadi va uni tabiiy, fizik, kimyoviy jarayonlar bilan tushuntiradi. Tarixiy va rad etilgan gipotezalar ilgari bu hodisani tushuntirish uchun turli, ammo ilmiy jihatdan isbotlanmagan nazariyalarni ilgari surilgan. Demak, birinchi nazariya alkogolizm. Inson tanasini alkogol bilan to'yingani uni yonuvchan qiladi deb hisoblangan. Biroq tajribalar buni rad etgan. Alkogol konsentratsiyasi bunga yetarli emas. Statik elektr. Tanada to'plangan statik elektr zaryadi o'z-o'zidan uchqun chiqarishi mumkinligini taxmin qilingan. Keyingisi atseton to'planishi. Diabet yoki qattiq parhez natijasida tanada yonuvchan atseton ketos to'planishi nazariyasi, ammo qondagi miqdor yonishi uchun juda kamlik qiladi. Nega bu holat sirli ko'rinadi? Guvohlarning yo'qligi. Ko'pincha qurbonlar yolg'iz, harakatlanish imkoniyati cheklangan keksa yoki mast holatda bo'lishadi. Shuning uchun yong'inning boshlanishini hech kim ko'rmaydi. To'liq yonish inson suyaklarining kulga aylanishi uchun juda yuqori harorat, taxminan 900 gradusga kerak bo'ladi bizga. Biroq pillik effekti uzoq vaqt davomida bir necha soat davom etib, bunga erisha oladi xolos. Chekka a'zolarning qolishi ko'p hollarda qurbonlarning oyoqlari, qo'llari butun qoladi. Chunki bu joylarda yog' miqdori yonishi davom ettirish uchun yetarli emas. Xulosa qilib aytganda, bu holatni na olimlar isbotlay olishdi, na odamlarning har xil qarashlari. Roswell hodisasi 1947-yil iyul oyida AQShning Nyu-Meksiko shtatidagi Roswell shahri yaqinida noma'lum uchuvchi obyekt qulagani haqidagi xabarlar hamma yoqni larzaga solib yubordi. Dastlab harbiy xabarlarda uchuvchi disk topilgani aytilgan bo'lsa, keyinchalik AQSh hukumatı bu oddiy ob-havo zondi bo'lganini da'vo qilgan. Biroq bu voqea o'nlab yillar davomida begona sivilizatsiyalar bilan bog'liq fitna nazariyalari va jumboqli sir bo'lib qolmoqda. Hodisa tafsilotlariga keladigan bo'lsak, voqea fermer o'z yerida g'alati qoldiqlarini topib oladi. Dastlabki xabarni Roswell harbiy havo bazasi uchuvchi disk topilgani haqidagi bayonot bergan. Keyingi rasmiy bayonot harbiy havo kuchlari qoldiqlari oddiy ob-havo zondi ekanligini aytib, xabarni rad etgan. Fitna nazariyalari mavjud bo'lib, ko'pchilik hukumat o'zga sayyoraliklar kemasi va hatto jasadlarni yashirgan deb hisoblaydi. Roswell voqeasi ufologiya tarixidagi eng taniqli va bahsli hodisalardan biri hisoblanadi. Guvohlarning fikricha, bu hodisa begona texnologiya bo'lganini aytishadi. Haqiqat esa hanuz sirligicha qolmoqda.
Atlantida afsonaviy yo'qolgan shahar. Atlantida qadimgi Yunon faylasufi Platonning asarlarida tilga olingan afsonaviy orol davlat bo'lib, u kuchli zilzila va to'fon natijasida bir kecha kunduzda okean tubiga g'arq bo'lgan deb ishoniladi. Keling, aslida qanday bo'lgan siz bilan birgalikda ko'rib chiqsak. Ushbu voqea haqidagi asosiy ma'lumotlar quyidagilardan iborat bo'lib, Atlantida haqidagi ilk ma'lumotlar miloddan avvalgi 4-asr Platonning Timey va Kriti dialoglarida keltirilgan. Uning yozishicha, bu voqea Platonning taxminan 9000 yil oldin sodir bo'lgan. Afsonalarga ko'ra, orol Gerkules ustunlari hozirgi Gibraltar bo'g'ozi ortida Atlantika okeanida joylashgan bo'lib, davlatni tuzilishiga keladigan bo'lsak, Atlantida juda boy, qudratli va serhosir yerlarga ega imperiya sifatida tasvirlanadi. Uning poytaxti aylana shaklidagi suv kanallari bilan o'ralgan mahobatli shahar bo'lgan. Davlatning halokat sababi rivoyatlarga ko'ra, atlantlar o'zlarining kibri va axloqsizligi tufayli xudolarning g'azabiga duchor bo'lishgan. Natijada dahshatli tabiiy ofat, zilzila va suv toshqini orolni butunlay yo'q qilib yuborgan deyiladi. Lekin zamonaviy qarashlar boshqacharoq. Bugungi kunda olimlarning aksariyati Atlantida Platon tomonidan o'ylab topilgan falsafiy ramz yoki ideal davlat haqidagi masal deb hisoblashadi. Biroq ba'zi tadqiqotchilar bu afsonaning asosiy sifatida haqiqiy tarixiy voqealarni, masalan, Santorin vulqonining otilishi, qadimgi Krit sivilizatsiyalarining halokatini ko'rsatishadi. Ba'zilar bu haqiqiy sivilizatsiya bo'lgan deydi, lekin hech qanday arxeologik isbot topilmagan. Yana bir sirli jumboqli maskan Nazca chiziqlari yoki geogliflar. Perudagi Nazca cho'lida joylashgan zoomorf tasvirlardir. Bu sirlar asosan astronomik kalendar, suv manbalari belgisi yoki diniy rasm-rusumlar uchun xizmat qilgan deb taxmin qilinadi. Biroq ularning aniq maqsadi hamon munozarali. Ushbu manzilni Peru janubidagi quruq Nazca tekisligida uchratishingiz mumkin. Yaratilishiga har xil qarashlar mavjud. Nazca madaniyati vakillari yer yuzidagi qizil jigarrang toshlarni olib tashlang, ustidagi och rang tuproqni ochish orqali chizishgan deb aytishadi. Lekin aniq ma'lumot mavjud emas. Tasvirlarga keladigan bo'lsak, yuzlab geometrik chiziqlar, uchburchaklar, trapetsiyalar va o'simlik hamda hayvonlar, o'rgimchak kalibri, maymun tasvirlarini ko'rasiz. Ushbu g'alati chiziqlarning o'lchamlari ba'zi tasvirlar uzunligi bir necha 100 metrga yetadi va ularni faqat yuqoridan, ya'ni samolyotdan to'liq ko'rish mumkin. Chiziqlar siri qadimgi odamlar bu geogliflarni qanday qilib bunday aniqlikda chizilgani va nima maqsadda astronomik diniy yoki suv ta'minoti bilan bog'liq foydalanganligi haligacha to'liq o'rganilmagan. Nazca chiziqlari UNESCO va butun jahon merosining ro'yxatga kiritilgan va qadimiy sivilizatsiyaning eng buyuk jumboqlaridan biri hisoblanadi. Ha do'stlar, fan ojiz narsalar hali talaygina. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Qadimgi odamlar nega bunday ulkan tasvirlar chizgan? Bilganlar izohda o'z fikringizni qoldiring. Bir o'ta tushunarsiz va fan aniqlay olmagan holatlardan biri ong va ruh siridir. Inson ongi faqat miya mahsulimi yoki undan ortiq narsa bormi? Ong va ruh inson borlig'ining eng murakkab va sirli jihatlaridan bo'lib, ong miya va faoliyat orqali dunyoni anglash va his qilish subyektiv tajriba bo'lsa, ruh bu ruhiyat, fikrlar, istaklar va ichki kechilmalarni tashuvchi hisoblanadi. Ushbu tushunchalar o'zaro bog'liq bo'lib, inson evolyutsiyasi va biologik funksiyalar natijasida shakllangan hisoblanadi. Ong va ruh haqidagi asosiy tushunchalar shundayki, ong psixologiya ma'lumotlariga ko'ra bu insonning atrof muhitni va o'zini his qilishni aks ettirish hamda aqliy faoliyat orqali dunyoni anglash xususiyatidir. Ong mexanizmi qanday? Bu jarayon miya bilan bog'liq bo'lib, biologik evolyutsiya natijasida rivojlangan. Ongning shakllari qanaqa? Manbalarga ko'ra, ong uyg'onish holati, o'z-o'zini anglash va subyektiv tajriba kabi ko'rinishlarga ega. Ruh va ruhiyat esa Arxiv.uz manbasiga ko'ra, ruh insonning istaklari, fikrlari va ruhiy dunyosini ifodalaydi. Bu ong bilan uzviy bog'liq holda faoliyat yuritadi. Ruh va ongning o'zaro aloqasi va ularning inson hayotidagi o'rni falsafa, psixologiya va biologiya fanlarini o'rganish obyekti bo'lib qolmoqda. Neyrobiologiya rivojlangan, ammo ongning asl tabiati hali hamon to'liq tushuntirilmagan. Yer magnit qutublarining almashishi. Yer magnit qutublarining almashishi, ya'ni inversiya, bu shimoliy va janubiy magnit qutublarining o'rnini almashtiradigan tabiiy geologik jarayon hisoblanadi. Taxminan har 450-700 yilda sodir bo'ladigan bu jarayon natijasida magnit maydoni zaiflashadi. Bu esa kosmik radiatsiyadan himoyani kamaytirib, sun'iy yo'ldoshlar va texnologiyalarga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Jarayon qanday kechadi? Bu lahzalik hodisa emas, balki minglab yillar davom etadigan jarayon bo'lib, magnit maydonining qutublari
joyini almashtiradi. Insoniyat uchun xavfiga keladigan bo'lsak, magnit maydonining zaiflashishi, quyosh shamollari va kosmik nurlarning Yerga ko'proq ta'sir qilishiga olib keladi va oqibatda elektron qurilmalar, elektr tarmoqlari ishida uzilishlar yuzaga keladi. Navigatsiya tizimlari, masalan, kompas noto'g'ri ishlashi mumkin. Ushbu hodisani tarixiga yuzlansak, olimlar bu hodisaning izlarini qadimiy vulqon jinslari va loyqatlamlarda aniqlashgan. Oxirgi shunday katta inversiya taxminan 780 ming yil avval sodir bo'lgani aytiladi. Tarixda Yer magnit qutublari bir necha bor o'zgargan. Ammo bu jarayon qachon o'zgaradi va qanday ta'sir qiladi, to'liq bilmaymiz. Xulosa shuki, fan har kuni rivojlanmoqda, lekin hali ham insoniyat oldida javobsiz savollar ko'p. Siz qaysi hodisani eng sirli deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentda yozing, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling, chunki bu yerda eng qiziqarli faktlar sizni kutmoqda.